Zulfiya Isroilova taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi, yorqin rassom, oddiy inson qalbini o'tkir his qilgan mehnatkash, Sharq ayolining jamiyatdagi teng huquqi uchun mardonavor kurashgan ayol. Zulfiya she'riyatining nufuzi bizning dabdabali, murakkab davrimizning haqqoniy ifodasi. O'ziga xosligi, zamondoshlarimizning qalbi va harakatlarining yorqin tasviridadir. O'zbek xalqining atoqli va ardoqli vakili, taniqli jamoat arbobi, xalqaro tinchlik uchun kurash jarchisi Zulfiya Isroilova xalqaro Nilufar, Javohirlar Niru nomidagi hamda davlat mukofotlari sohibasidir. Zulfiyaxonim Isroilova 1915-yili Toshkent shahrining qadimiy Degriz mahallasida tavallud topgan. Avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin-qizlar bilim yurtida tahsil olgan. 1935-1938 yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasining Til va adabiyot instituti aspiranturasida o'qigan. Shundan keyin turli nashriyotlarda ishlagan. 1935-yildan 1980-yilgacha qariyb 30 tilga yaqin respublikamizda keng tarqalgan Saodat nomli xotin-qizlar jurnalida bosh muharrir bo'lgan. Zulfiyaxonim Isroilova Hamid Olimjon bilan turmush qurgan. Biroq ular orzulariga to'la hayot kechirayotgan pallada 1944-yili mashina avtohalokati tufayli turmush o'rtog'idan ayriladi. Shoira esa 1996-yilda 81 yoshida vafot etadi.